Assalomu alaykum, mana aziz go'zal homiladorlarim. Bugun bir haftalikdan boshlab homila jinsini aniqlash maqsadiga bitta dona osongina usulni o'rgatib qo'yaman. Bu eng qadimiy va men ko'p vaqtlar foydalanib kelgan metodikalardan bittasi. Mana shunda tushuntiraman. Erkak yoshi 18 yoshdan 50 yoshgacha aniqlash mumkin. 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda ba'zi metodikalar 30-28 yosh beradi. Shunchaki videoni oxirigacha ko'ring. Kanalimga podpiska bo'lib, videoga like bosib ketishni unutmang va ma'lumotlaringizni yozib qoldiring. Kelasi videolarda nechinchi homila soni kerak deb bizga. Homila soni eng ko'p qaysi sondagi mijozlar bo'ladigan bo'lsa, obunachilar bo'ladigan bo'lsa, men aynan o'shanga mos bo'lgan videolarni chiqaraman. Demak, erkak yoshi kerak va oxirgi hayz kerak bo'ladi. Siz o'zingiznikini oling, yozib oling, iloji boricha hisob-kitob qilishingizga oson. Qarang, demak, erkak yoshini olamiz. Tasavvur qilaylik, erkak 28-noyabrda tug'ilganlar. Erkaknikini olamiz, kuni, oyi va yiliga olamiz. 1986 olamiz ama, mayli 86-yil tug'ilganlar va oxirgi hayz ayolda tasavvur qilaylik, ayolda oxirgi hayz kelgan vaqti 2026-yil, mana shu yilni olamiz. Mart oyida, где-то 25-martlarda keldi deb oling. 3-oy, mana bu joyga yozib ketdim. 3-oy. Demak, homiladorlik yuz bergan. Mana shu bu hayz homiladorlik yuz bergan paytiga esa biz qaysi oy olamiz? 4-oy, aprelni olamiz. Demak, aprel ko'rishimiz kerak. Endi oxirgi hayzingizga qarab olinadi-da, bu oyga. Kimlardadir masalan 20 bo'lsa, 3 ham olinishi mumkin, 4 ham olinishi mumkin. Bu sanasiga qarab turib chiqariladi. Demak, buni ko'rib oldik. Endi erkakning yoshini chiqarib olishimiz kerak. O'shanga qarab ikkalasini birlashtiramiz. Xitoy kalendariga o'xshaydi, lekin bu erkaklarga oid. Eringizniki bilan birga olasiz. Qaranglar. Agarda siz homila jinsini aynan meni o'zimda murakkab bo'lgan metodikalar jamlanmasida aniqlashga qiziqayotgan bo'lsangiz, menga bemalol Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Mana ko'rsaman desam, natijalar bu yoqda hammasi natijalar deb bizada mana. Kichkina haftalardan aniqlab berganman. Mana bu qizalog'imiz, polvonchalarimiz ham bor. Hozir hammasi aralash bo'lib turibdi. Mana bu joylarda mana uzi adashadimi? 18 haftagacha uzi qiz degan, sizda o'g'il chiqqandi, o'g'il tug'dim deb yozyaptilar. Mana bu mijozim. Yozganlar menga oxirgi paytlar, endi tug'ilib qo'yganda ham yozganlar. Mana hisob-kitob qilgan paytlarimiz, uzi adashadimi deb juda ko'pchilik so'raydi. Mana bu mijozim desa, kichkina haftalarda testda chiqqanda yo'q, mana aniqlaganmiz tepada. Hamma yozishmalar. Menda nima chiqqan? Kichkina haftalarda yo'q, o'g'il chiqqandi va bu mijozim yozyaptilar. Rahmat sizga, uzi o'g'il dedi, xudo xolisa yozaman, tug'ruqlar bo'lsa deb yozyaptilar. Mana bular hammasi natija. Men Telegramda buni, ya'ni Telegramdagi hisob-kitoblarda men jamlanmalar qilganman 10 talik va 20 talik metodikalar yordamida. Bu nima degani? Siz borib 10 ta mutaxassis yoki 10 ta ginekologga qildiradigan hisob-kitobingiz jamlangan. Yoki 20 ta ginekolog yoki 20 ta hisob-kitob qiladigan mutaxassislarga qildiradigan hisob-kitoblaringizni men jamlab skidkada qilib qo'yganman. Sharoitingiz yetsa, sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bittada hamma usulni aniqlatmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegram orqali meni lichkamga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, hisob-kitobimizga qaytamiz, boyagi kalendarimizga. Eringiz yoshini yozib oldingizmi? Hozir ularni biz yoshlarni chiqarib olamiz. Demak, 1986-yil 28-noyabrda tug'ilgan bu erkak. Mana tug'ilgan yillari. Bularni 2026-yildagi yoshlari kerak bizga. Homiladorlik 4-oyda bo'lgan. 2026-yilda bu erkakni ko'pchilik 40 yosh deb olib ketadi, lekin hali 40 yoshga to'laqonli o'tmay turib, mana endi 5 oy o'tayotgan paytda, 4-5 oy o'tayotgan paytda homiladorlik yuz bergan. Ya'ni yosh to'lishini, masalan, 1 yosh oshishini biz birinchi qismi va ikkinchi qismi deb olamiz-da. 6 oy birinchi qismga tushadi, 6 oy ikkinchi qismga. Bular mana bu joyda bo'lganligi uchun hozirgi paytda bular 40 yoshda qolgan deb hisoblanadi. Ko'pchilik 39 yoshda qolgan deb hisoblanadi. Ko'pchilik 40 yosh deb olib biz 39 deb olamiz bu metodika uchun va bu yoqda 40 yosh o'ynaydi. Kimnikidadir 40 ga o'tishi mumkin, a bularnikida o'tmaydi. 39 yosh va homiladorlik mart oyi deb olib ketib qoladi adashib. Yo'q, mart emas, bularga aprel olinadi. Aprel oyini olamiz. Demak, 39 yoshdagi aprel oyini ko'ramiz. Ya'ni kalendarda 39 yosh aprel oyi. Xudo xolasa qizcha chiqyapti mana. 4-oy ko'rasizlarmi? Demak, belgilab olamiz. Mana yozib qo'yamiz. Demak, qiz bola chiqyapti bularniki. Oxirgi yozib qo'yamiz, qizcha deb. Va shuningdek, yana ko'rishimiz mumkin. Yana bitta metodika qizga tortadi. Bu erkakda qanaqa metodika? Erkakning yoshini aytdik, 39 yosh, hali 40 ga to'lmadi. 39 yoshni 4 ga bo'lganimizda bularnikida chiqadigan qoldiq soni kerak bizga bu metodikada. 3 chiqadi va oylari bo'yicha hali 4 ga o'tmagan. 3 qoldiq chiqadi. Agar 40 yosh bo'lganda 4 to'liq chiqqanda homilaning jinsi bu metodika o'g'il chiqarib beradi. Yo'q, bular hali 4 soni, butun son chiqmaydi. Agar 4 bo'lganda butun chiqib ketardi bularniki. 40 yosh bo'lganda. Bu yoqda 39 yosh bo'lgan va 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 qoldiq soni qoladi bizda. 3 qoldiq soni qolganligi uchun bu qoldiq katta-da, ayolnikidan katta ehtimol bilan katta bo'ladi. Chunki ayolda eng katta qoldiq soni 3 chiqadi. Men hali ayol yilini bilmayman, ayolni aralashtirganim ham yo'q. Ayolda eng katta qoldiq 3 va undan tepa chiqmaydi. Katta ehtimol bilan mana shu metodikada ko'rilganda ham bularda homila jinsi yana qiz chiqadi. Ikkinchi metodika ham mana qizga tasdiqlayapti. Qizcha. Tushunasizmi? Men Telegramda qanaqa qilib ko'raman? 20 ta metodikani shundaylikcha hisob-kitob qilib, ko'rib chiqib, nechta usul qiz va o'g'il chiqarganiga qarab sizga foizi bilan javobini beraman. Bu yoqda foiz chiqara olmaymiz. Nima uchun? Sababi o'zi bittagina yoki ikkitagina metodika. Buni bo'lib bo'lmaydi. Demak, shunaqa qiziqarli metodikalarni bilib borish uchun, kalendarlardan xabardor bo'lib borish uchun mana bu YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa 200 mingtaga ozgina qoldik. Va qiziqarli videolar berib boraman. Agarda sizga haqiqatan mutaxassis yordam kerak bo'lsa, men uzoq yillardan beri qiziqarli metodikalarni ustida ishlab, ayollar bilan ishlab kelyapman, tajribalarimdan o'tkazib, bemalol Telegram orqali murojaat qilishinglar mumkin. Ilohim har bitta homiladorlarim eson-omon kichkintoylarini bag'rlariga bosib olsinlar.